hijobni tanqid qilib chiqma desa ham bu xotinlarga hayron qolasan. Oy opa, eringizni hijob bilan ushlab qola olmaysiz. Lilda tarafini olib chiqqan dugonamni ushlab qola olmaysiz hijob bilan. Ana nima edi? Yigitalarini xotini ham hijob o'raganingiz bilan siz bilan qolmaydi, u yunetda ko'yni qolib ketgan. Momishlarini eslab yuraveradi baribir. Nima qilasiz? Videolarni o'chirib, ko'tinglarni mana qilib internetga chiqib jippillatasizlarda, keyin reska ro'mol o'rab olib, otimbey bo'lasizlar. Nimaga shunaqasizlar? Nimaga shunaqasizlar? Kichkinalikdan o'rab kelsa bo'lmasmidi shu ro'molda? Hijobga kirganinglardan keyin nima keragi bor maqtanib chiqib? Men hijobga kirdim, endi meni videolarimni o'chirib qo'yinglar. Prosta yo'q bo'lib ketinglar. Artistlar, aktrisalar hijobga kirdinglarmi? Qo'ta bormi sizlarga? Sochsitях qo'ta bormi degan odam yo'q. Nima keragi bor maqtanib chiqib biz uchun o'ramaysizlar u ro'molda. Chiqib ketinglar internetdan gumdon bo'lib. Gumdon bo'lib ketinglar. Ha, muslima qiz bo'psizlar, sizlarga internetda balo bormi? Ro'mol o'raganlarga internetda balo bormi? Bug' bor ekanmi? Samolyubovание deyiladi-ku вообще-то. Chiqib ketinglar internetdan вообще. Men videolarimni o'chirib olib, men otimbey bo'ldim dedinglarmi? Всё. Manzur opaga bug' bormikin? O'rangandan keyin konsert qo'shiqni tashasin. Qo'shiq shaytonni qo'shiqlar deyiladimi, nima derdi? Musulmonistvoda запрещенami qo'shiqlar? Tushun bo'lmaydi sizlarda. Erni ushlab qolish uchun, erga tegish uchun, ko'proq pulga kirgizib yuborish uchun bu yoqqa o'shuncha o'raysizlar, xolos sheklisizlar. Chiqib ketinglar internetdan va shu o'chirib olinglar profillaringlarni. Qutulganimizga ming qatla shukr, Отца и Сына Святого Духа deb.